وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kambag'al kim u? İjtimoiy jamiyatda boy va kambag'alning mavjud bo'lishligi hikmat nima? Yo'qsullikning turlari qaysi? O'rinliq sababidan kelib chiqqan yo'qsullik nimalardan iborat? Taqdirdagi yo'qsullikning ma'nosi nima? Barliq pul-milni sadaqa qilib o'tish yaxshi ko'rilamdi. Islom dini musulmonlarni faqirlikqa rag'batlantiramdi. Qani suhbatimizning davomiga marhamat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin vel aqibatu lil muttaqin ves salatu ves selamu ala rasulihil amin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Dünyanın her qaysı joylaridagi ko'rilgan qarindoshlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun biz Allohning yordami bilan huquq va majburiyat nomli programmamizning 15-bölümini sizlar bilan o'rtoqlashish uchun men Nizomiddin Tamkini huquq va majburiyat nomli suhbatimizning doimlik mehmoni ustoz Muhammad Ali bilan bir araya keldik. Suhbatimizning bu bölümida faqir miskinlarga islomiy axloq bilan muomala qilish to'g'risida to'xtalamiz. Assalomu alaykum ustoz Muhammad Ali. Va alaykum assalom. Bugungi suhbatimiz faqir miskinlarga islomiy axloq bilan muomala qilish to'g'risida bo'ladi. Savolimizga muqaddima shaklida bir kirsak, suhbatimizga muqaddima shaklida kirsak, kambag'al kim u? Bu vaqtda diniy nuqtadan chiqish qilib turib to'xtalib o'tgan bo'lsak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ala alihi va sahbihi va man vala amma ba'du. Ameliyatda kambag'allik boylik masalasini agar o'zimizni Allohning oldida deb turib his qilgan vaqtimizda kambag'allik emas, boylik emas. Ameliyatda bizning eng ehtiyojli narsamiz. O vaqtida yaxshi amal oldu ve bu dunyoga kelishdagi tubki maqsadimiz bo'lgan bir vazifamiz oldu. Yani Musa alayhissalomning qissasida bir hikoya var. Sura Qasasninki 24-oyatida. Musa alayhissalom Şuayb alayhissalomning ikki qiziga yordamlashib mallarini sug'urib bo'lgandan keyin manda bir so'zni qilgan. Faqala robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Yani ameliyatda inson o'zining dunyoga kelishdagi bir maqsadi va bir illat, bir sabab bo'ladi. O olsa-mu Sura Nahl'ning 32-oyatida, Sura Mu'minunning 99 ve 100 oyatlarida bayon qilinadi. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Yani sizlar qilgan yaxshi ishlaringlar sababidan jannatga kiringlar. Qiyomatga borgandan keyin, oxiratga borgandan keyin tunji insonning asaydigan bir ishi bor. Robbirji'uni la'alli a'malu salihan. Meni qaytarsanglar yaxshi qilasam. Yani inson avval o'zining bu dunyoga nima uchun yaratilganligini bilganida, bu dunyoning xarakterining nima ekanligini bilganida va bu dunyodan ketgandan keyin o'zini saqlayotgan ya cennet, asman ziminchi kenarlikdagi cennet yoki dahshatli do'zaxning borligini bilganida, ondan keyin o'zini shu asosda men Allohning shu an oldiman. Allah mening her işimlerini görüp durdu. Bütün işlerimni Allah urullaştırdı. Bu dünya bana nispeten imtihan dünyası deb qaraganda boylik emas, kambag'allik emas. Balki boyning boyligi, kambag'alligi şu insonga berilgan imtihan qog'ozi. Dünyada insan o'xshamagan bir şekilde yaşaydı. Her türlük insanlar var. Bazılarının imtihan qog'ozi deganimizdek boylik bo'ladi. Bazılarının imtihan qog'ozi nima bo'ladi? Kambag'allik bo'ladi. Masalan, kambag'allik desak, kambag'allikning imtihan qog'ozidan o'tadigan ish nima bo'lsa, inson
Şununğa qana qılsa, sabr qılsa, yani çidisa. Bu hazır sizlar bayan qıvatqa iş mesela ictimai jamiyatda boy va kambag'alning bo'lishidagi hikmat deb tushunsak bo'ladi. Hikmetleri şunun içinden bayan kılındı benim sözümden içinden. Yani mesela bay özünün baylığı, kembag'al özünün kembag'alligiga sabr qilsa, iffetlik bo'lsa, yani özünün kişilikini, izzetini, obro'yini saqlasa, kembag'al özünün bu imtihanidan o'tgan bo'ladi. Manda bir asar var. Kim bir bayning qishida o'tirib, özünün acizliğini, kembag'alligini şununğa ko'rsatsa, yani bichora ko'ransa, şunun biramiki degan tama bilan özünün adamiyligidan chatnasa, onun dininin 2'si ketib qoldi degan bir asar var. Ama şuna o'xshagan nayt ko'p asarlar var. Amaliyotda kambag'alninki imtihondan o'tdi degan vaqtdagi ijobiy sifatlardan birisi özünün izzetini saqlash. Chunki u bir odam. Baydan hiç farkı yok. Buni qanoatga bog'lab tushunsak. O'zining qanoatiga bog'lab. Yani Allah munosabatlik. Yani oldimda Alloh bashu an degan bir hissiyatda bo'lgan vaqtida kambag'alning oldida bay o'zini hech farqsiz bir inson. Hech farqsiz. Yani kambag'alning bu yerdagi ijobiy sifatlardan birisi nima? Izzati, o'zining sharafi va iffati. Boshqalarning narsiga ko'z qirini qanday qilmoq. Bu ajoyib bir cho'ng bir nima bu? Alohidlik bu. İnsandaki çok bir kanaat. Eğer bir kişi maçta bir kembag'allik bilan sinilibdi dünyada, yani kembag'al bo'lib qolibdi, hech kimning kembag'al bo'lg'isi yo'q. Bu imtihondan o'tibdi. Va yana bir kishi boylik bilan sinilibdi. İmtihon qog'ozi uning mol dunyosi ekan. Ammo u o'tolmabdi. O'zining shu imtihonidan boyligi tufaylidan mutakabbirlik qilibdi. Kambag'allarni o pul mollardagi haq huquqlardan mahrum qilib, chunki insonga berilgan har imkoniyatning bir vazifasi bor. İnson o'zidagi imkoniyatlar bilan boy. Bir-birliklarning puli bo'ladi, bir-birliklarning bilimi bo'ladi, bir-birliklarning huquqi bo'ladi, bir-birliklarning nufuzi bo'ladi, bir-birliklarning yuz obro'yi bo'ladi. İnsondagi har bir imtiyoz, har bir imkoniyat insonga nisbatan bir sinoq va u bu imkoniyatning bir maqsadi var, bir haqqi var. Eğer şu maqsad ado qilinmasa, şu haqqi ado qilinmasa, o kishi onundan o'tolmaydi. Baymi şu. Onun pul meli, onun nisbatan imtihon qog'ozi. Eğer imtihon qog'ozi javobni to'g'ri yozmasa, deganimizdek mutakabbirlikdan saqlanmasa, boshqalarning, kambag'allarning bu mol dunyodagi, bu puldagi haqlaridan mahrum qo'ysa, pul mollarini yaxshi yo'llarga sarf qilg'ili unumasa yoki sarf qildi deyilsa, isrof qilib, buzib qana qilsa, chassa. U garchi ma'lum mazgil eng güzel bir hayot yashagandek, güzel uyda o'tagandek, oliy mashinalarni qana qilgandek, mingandek, farovon bir turmush yashagandek qilgan bilan buning oqibati boradigan yeri nima bo'ladi? Davza qiladi. Endi mushu ikki nuqtadan aytgan vaqtda boylik dünyada bizning ko'zimizga boylik ko'rinayotgan boylik va dunyoda ko'zimizga ko'rinayotgan kambag'allik Allah bizning oldimizda bor. Men Allohning bandasi, ma bayma Allohning bandasi deb ikki kishi o'zini Allohning oldida deb his qilgan vaqtda hech qanday boylik va kambag'allik emas. Amaliyotda haqiqiy boylik nima desa, biz bayatın degandek insonning dunyodan imtihon qilinib o'tadigan va bu o'tgandan keyin boradigan bir yeri bor. Shu yerga bağa vaqtda lozim bo'ladigan narsalarning o insonda qanchalik to'planganligi. Ya'ni buni texmi aniqroq desak, yaxshi ishlarininki, kishilarga manfaatli qilgan ishlarininki, o'zining diniga, millatiga, vataniga qo'shgan to'hfasininki ko'pligi bu odamning boynamurligini qanaqa qiladi o'lchaydi. Ali radhiyallohu anhuning bir gapi bor. İnsan özünün aqli bilan o'ylanib baxsun. Allah Peygamber aleyhisselamga mal dünya bermedi. Allah'ın Resulullah'a mal dünya bermegenligi Resulullah'ni hurmatlaganligi mi? Yoki Resulullah'a ahanet qilganligi mi? Hurmatli desang, tex yolg'onchi bo'lsa. Ahanet qil desang, tex yolg'onchi bo'lsa. Demek mesele nima desa, mal dünyanın birleşi
yoki birilmasligi bir odamning e'tibori, darajasi u odamninki hech nimasini belgilamaydi. U faqat insonning qo'liga birilgan bir nima imtihon qog'ozi. Undan keyin haqiqiy boylik amaliyotda inson o'zining kimligini tushunish, dunyoga nima uchun kelganligini tushunish, vazifasining nima ekanligini tushunish va kelgusiga bo'lgan hozirliklarini obdan qilib olish. Ya'ni buni texma bir tushunishga ifodasak qalb boyligi. İnsan şu noktadan tushungan vaqtda xotirjam bo'ladi. Qalb boy bo'lgan vaqtida, ya'ni iymoniy boylik ega bo'lgan vaqtda qanoat shaklida. Janob Alloh subhanahu va taolo menga mash boylikni ato qilibdi, men buni sarf qila olishimni Janob Alloh bilganlik uchun ato qilibdi deb tushunish, kambag'almi? Meni kambag'al qilib qo'yishida Janob Alloh o'zi biladi. Alhamdulillah buningda mening dunyo va oxiratligim uchun bir yaxshilik bor deb tushunish. Har ishda bir hikmat bor. Meni Alloh urunlashtirdi bu hayotda. Mening ishlarimni Alloh oldin aloqa qilgan, bekitgan, urunlashtirgan degan bir tuyg'uga kelish qalb xotirjamligi. Shu vaqtda hech kim o'zining boyog'anligi uchun yo'ldan chiqmaydi. Chunki u uning boyligining Alloh tarafidan berilganligini biladi. Boyligining bir vazifasi borligini biladi. Bekaga berilmaganligini biladi, mutakabbirlashmaydi. Va kambag'al shu nuqtadan yo'ldan chiqmaydi. Agar kambag'al ashta bir tuyg'uga ega bo'lmaganida, shunda bir e'tiqodga ega bo'lmaganida, o'zining kambag'alligi buning birinchi tatadigan azob bo'ladi. İç açık oldu, hasretlanadi. İkincisi başkalarga hasret qilishga boshlaydi. Üçüncüsü başkalarının qo'lidagiga ko'z solishga boshlaydi. Bu eşip bir oxirsida g'ayri mashru yo'llardan o'zining kambag'alligini yo'qotishni o'ylaydigan bir holat shakllanadi. İnsanning hayoti shuni bilan buziladi. Shu demak, kambag'alning kambag'alligi bunga nisbatan bir imtihon sanaq. Onun yazışıqı tegishli cevapları var. Doğru yazış gerek. Bayının baylығы mı? Hem imtihansınıqı. Bunu doğru. Yani insanın Allah subhanahu wa ta'ala öz had hududu da izzetini, şerefini saklayan bir şekilde yaşasın deydi. Pesleşme davatıdır. İnnallâhe yuhibbu ma'aliyel umur. Tebrani rivayet kılgan eser. Yani Allah bunda pes olmagan, pes deyimiz o açar işlerini. Yani yüksek, güzel, bunda bir xil, deyimiz şereflik, manda işlerini yaxşı görüyordu. Yani insan özünü yüksek tutuş gerek. Kambag'al adam mı? Yani yüksek tutuş degan bundan tekabburlik çıkmaydı. Tekabburlik çıkmaydı tabii. Yani özünün izzetini saklaş gerek. İzzetini saklaş gerek. Bay, bana Allah bu mal dünyanı Allah bədi degan vaqtda bir izzet tapıdı. Şundan. Kambag'al men Allah'ның bendesiman. Mening her halim Allah'a nima ait. Allah'ım ba hech narsani qo'rqmayman desa, boshqalarning qo'lidagiga ko'z solmasa, bu vaqtda bu kambag'aldan bir nim paydo bo'ladi, bir izzat paydo bo'ladi. Yani odimiylikka saqlanadi. Islom hargiz insonning qanday ketmasligini, tuan darajaga tushib ketmasligini, tushib ketishini xohlamaydi. Ammo mana bunda bir nuqta bizning qarindoshlarimizning kallasiga kirib olgan bir xato nuqta bor. Hayotdagi utuq ve hayotdagi nijotlik ikki ifodi bor. İnsan utuq qozonishi mumkin hayotda. Utuq deganimiz bir kasb qiladi, bir tijorat qiladi, egillik tiklaydi, uy oladi, mashina oladi. Mana hayotdagi bir utuq deymiz endi. Chunki insonning bir hedefi bor. Hedef, nishon bo'ladi. Har qanday insonda çoğun olsun, küçük olsun, dünyalık olsun, ahiretlik olsun bir hedef oldu insandaki bir nişan oldu. Biz kişinin hareketinin şu insanı şu hedefe qarab ep ketayotganligini his qilamiz. Çünkü insan o'zi bilmagan asosda tefekkürü şu hedefe tarafga qarab tefekkür qiladi. Bununla qarab kallasi şu hedef tarafga qarab ishlaydi. Putqili hedef tarafga qarab qanday qiladi? Harakat qiladi. Mush asosda ba'zilarning dunyoda ma'lum maqsadlarga yetganligini ko'ramiz. Buni biz hayotdagi utuq deb ataymiz. Ammo insonning nijotligi yo'q, bu u hayotdagi utuq bilan belgilanmaydi. Nimishqa? Dedik biz bayatdan. İnsan avval dunyodagi o'rnini tushunish kerak. Men kim degan nuqtani tushunish kerak. Ne ketyapman degan nuqtani tushunish kerak. Mush nuqtani tushungan vaqtda andin keyin mening asli nishonim ve bu dünyadan ötken vakitte hazırlaşka tegishlik bir kısım işlerim hazırlandı mı
yo'qmi, buningga qarash kerak. Agar shular hazırlangan bo'lsa, bu odam nijot topadi. Ammo hazırlanmagan bo'lsa, hayotdagi har qancha utuq qozonib ketsin, bu odamning ahvoli boshqacha bo'ladi. Shuning Qur'oni Karimda shu utuq nijot topquchilar ifodasini Qur'oni Karimda muflihun ifodasi bilan qo'llanildi. Ulaika humul muflihun. Ko'p hollarda uni qilgan odam, buni qilgan odam, anda odam, unda odam muflihun. Muflihun iboratini Qur'on tarjima qilgan ustozlarimiz shu nijot topquchilar deb tarjima qiladilar. Biz shu tushunishga o'zini shu nijot topquchilar deb tarjima qilamiz. Amaliyotda lug'atni, so'zning lug'at qismini inchikilab ichiga kirsak, aslisi falaha so'zidan chiqarilgan so'z bo'lib, bir dehqonchilik qilganni falaha deydi. Yani dehqonni odat arabchada nima deydi? Fallah deydi. Muflihun ifodasini qo'llanishi Alloh subhanahu va taoloning bu yerda bizga bir nuqtani ifodalaydi. Yani bir dehqonchilik uqum bilan bir dehqonchilik qilgan odam yerga ma'lum darajada urug' soladi. Yani o'zi yeyotgan ashliqini yerga teriydi. Voz kechib. Ma'lum darajada ter to'kidi, jafoliq ishlaydi. Ve mahsulot yig'ilganda bo'lsa, bütün haduqlari, tatqan bütün jafaları qana qiladi, unutiladi. Haduq chiqadi shu vaqtda. Yani bir narsaga erishidi. Muflihun degan iborat bir narsaga erishguchilar deb tushunsak bo'ladi. Bu yerda men nima demoqchi desa, utuq qozong'uvchi bilan nijot topquchining farqini tushundirmoqchi. Utuq qozong'uvchilar hayotda, bayatın deganimdek isil öylege erişişi mümkün. Şunama hayatta. Maşinlar erişişi mümkün. Yukarı mensep erişişi mümkün. Ama hayatta davam qilib qolgan ve erişken şu narsa bilan mangu yaşagan bir adam bormi? Undaqda hech kim inkor qilmaydi. Undaqda Qur'on Karimdagi va allaysa lil insani illa ma sa'a degan oyatni bu hayotdagi insonga berilgan bir yo'l ko'rsatma xaritalarining birisi. Inson tirishqin qaytadi. Biz shuni ketyapmiz. Inson o'zining tirishqin qaytadi. Agar insonning hadafi nishoni dunyodagi ishlar bo'lib qolsa, inson bunga erishadi, ammo dunyoda mangu turolmaydiganligi rost. Men hozir bir nuqtalik bir savoldan birini so'rayapman. Hayotda musulmon bo'lsin, kofir bo'lsin, hayotda mangu yashayman deganlar bormi? Yo'q. Hammasi ketadiganligini e'tirof qiladi. İsil maşinasi olimi ketadi, isil uyi olimi ketadi, nüfus huquqdorligi ketadi. Bu ketganlar erishgan bo'lmaydi. Bular yashab o'tib ketgan bo'ladi. Muflihun degan ifoda nimani ifodalaydi desa, eng oxirida sen bir narsaga erishsa deyotdi. No'g'anda inson o'zininki tam asosiy g'oyasini kelgusida bir narsaga erishish qilish kerak va shu g'oya uchun kurash qilish kerak va shu g'oyaga oxiriga qadar bardoshlik qilish kerak. Bu boyimning imtihoni va kambag'alning hamdimisi imtihoni. Masalan, Alloh subhanahu va taolo hayotni mana ikki xil tasvirlaydi. İnsanların işlerinin her xilligini "Vel-leyli iza yaghsha ven-nahari iza tajalla ve ma halaqaz zekara vel-unsa" deb bo'lib oyatning oxirida "Inna sa'yakum lashatta." İnsan her xil yo'l tutadi. Şu insan o'zining tutgan yo'liga yetishi mumkin. Bayatni siz o'qigan oyatmi shu? "Allaysa lil-insani illa ma sa'a." Ammo bu yerdagi buyuk utuq oyatdagi muflihundagi oxirida nijot topudi deb tarjima qilgan. Oxirida bir narsaga erishadiganlar kim o desa, tam asosiy maqsadni tushunganlar, asosiy maqsadni o'ziga hadaf qilganlar. Zamin yuzida hozir 7 milliondan ortiq inson bor. Har insonning bir ishi bor. Kallasida bir xiyoli bor, bir nishoni bor. Inson o'zi bilib bilmay shu nishon tarafga qarab mangadi. Ammo cho'ng nuqtadan inson ikki turli qiladi. İnsanning umuman nima ish qilsin, umumiy holatda ikki yo'lga kiradi. Birisi fa amma man a'ta wattaqa va saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Yani hayotini töhbü qo'shish boshqalarga berish bu asosda qurganlar. Bu bir biliklar. Yani hayatida men ish qilaman deb o'tkazdiganlar. Men olaman deb emas, men qana qilaman deb, beriman deb.
Allah bergeni qaraşlığı biliş. O Allah bergenligini pul mal dunyoga ham qarashliq emas. Bir insonning hayotini deyapmiz hamda. Hayotda insonga berilgan imkoniyatning hammasi insondagi bir vazifilik bir imtiyozlar. O'zining dini, o'zining millati, o'zining vatani uchun bir töhfa qo'shish asosida hayot qurganlar. Bu bir. İkinci türlükü qaysi? Ve amma men bakhila vastaghna. Yani baxillik qilganlar o'zining hayotiga. Vastaghna ki o'zini hayotda men o'zim bir kishilik yashayman. Menga boshqalar nima emas, kerak emas. Oldingi oyatga diqqat qilaylik. Fa amma man a'ta. Hayotini birish asosida qurganlar. Vattaqa deganni nima tarjima qilamiz? Normalda taqvo deb tarjima. Uni tarjima qilsak ba'zi nuqta tushunilmaydi-ku. Vattaqaning asli ifodasi hayot manhijiga to'salg'ulik qiladigan va buni hayot manhijidan yong'ib chiqaradigan har qanday ishdan saqlanish degan gap asli. Yani hayat ta'limotini, Allohning hayot ta'limotidan chetni turadigan har qanday ishdan qana qilish, saqlanish. Yani hayot qurilishi bu amaliyot oyatida deyotgani. Ikki xil insonning hayot qurilishi. Birisi hayotini birish asosida qurgan va bu yo'lda xato ishlardan saqlangan, xatolikdan o'zini qana qilgan, saqlagan. Bu bir insonning hayoti. Ikkinchi hayot yo'q. Men degan bermaydigini, men degan qana qildigini oladigini. Bana başkalar kerak emas, vastag'na. Men o'zim yashaydigan odamman. Topgan pulni o'zim yashadim, topdim. O'zimning tirishib topdim, o'zimning ilmiga asosan topdim bu guruhga. Bu ikki guruhning 5'i kim bor? Yani bu ikki guruhga bir nom qo'yaylik. Birinchi guruhga payg'ambarlar yo'li. Ikkinchi guruhga hayotdagi kuchliklar yo'li. Peygamberler yolu kalplerini egallaydi. Peygamberler yolu başkalarga biriş üçün yaşaydı. Yani başkalar üçün yaşaydı. Küçükler yolu eliş üçün yaşaydı. Biriş üçün emas. Ve başkalarını üzü üçün yaşadı. Tekrarlasak peygamberler başkalar üçün yaşaydı. Biriş üçün yaşasa ma küçükler eli üçün yaşaydı ve başkalarını üzü üçün yaşadı. Muşu münasebetlen peygamberler kalbini egallaydı. Güçlükler insanın cismini egallaydı. Peygamberler keynidi mi medihiyelinidu? Güçlükler aldı medihiyelinidu ama arkasını qanday qılınıdı? Tillinidu. Tam insanın aldığı bu iki yolun birini tanlaş keladi. Ya o yolunu tanlaysa, ya bu yolunu tanlaysa. Bu yolunu tanlaşda senin bay oluşun, namrat oluşun hemmesi o'xshash. Dedik ya, hayatta türlük narsalar imtihan şekilde insonga tarqatilgan. Ba'zilarga bayliq berilgan imtihan sifatida. Ba'zilarga kambag'allik berilgan imtihon sifatida, ba'zilarga ojizlik berilgan imtihon sifatida, ba'zilarga kuchliklik berilgan, hatto insonning uruq bo'lishi, simiz bo'lishi, ba'zilarning aqlninki o'tkir bo'lishi, ba'zilarning aqlning kasat bo'lishi. Mush ishlarning hammasi insonning qo'lidagi bir nemo imtihon qog'ozi. Inson o'ziga berilgan shu imkoniyat bilan ya ayolunu tanlaydı, ya ma yolunu tanlaydı. Hani mishada bir gapni qo'shib qo'yay. Biz bu gapimizning qandaqdir kambag'allikning bir suyumlik ekanligini ifodalamaydi. Islom hech kimning kambag'al bo'lib qilishni xohlamaydi. Kambag'allikqa ham qana qilmaydi, qiziqtirmaydi. Ammo masala nima desa, bir odam tirishdi ama takdir kambag'allik bo'lib qoldi. Chunki hamma odamning nima bo'lg'isi bor, boyog'isi bor. Hamma odamning kuchli o'g'isi bor, ojiz o'g'isi yo'q hech kimning. Ammo ojiz bo'lib qolgan bir ahvol bor. Hayot yashab baqqalar tushundi buni. Hatto hayotining bir birlik vaqtida boy, kuchli, bir birlik vaqtida ojiz, namrat yashaydigan ahvol bor. Bu insonning ba'zi vaqtda irodasidan chiqadigan bir ish. Ashta bo'lib qolgan ahvol ostida imtihoningdan sog'lom bir shaklda o'tgan gap.
Yani texmi azroq konkretlashtirsak, boy o'zining topgan yoki o'ziga berilgan imkoniyat, mol, mulk bilan kambag'alning haqqini joyida qanday qilsa, ado qilsa, mutakabbirlashmasa, qilishga tegishlik, sarf qilishga tegishlik o'rinlarga sarf qilsa, bu uning imtihondan o'tgani. Kambag'al boshqalarning mol mulkiga ko'z tikmasa, harom yo'llarga mangmasa, iffetlik olsa, o'zining izzatini saqlasa, bu uning imtihondan qanday qilgani, o'tgani, masalan bu shaklda. Yani bu hayat bu şekilde imtihan şekilde çaylık tanışalken her adamның üzgüçlük bir imtihanı var. Hatta çaylık yaratılgan bir adam bilen set kürümsüz yaratılgan adamның üzgüçlük bir nimesi var, imtihanısı var. Hemmesi üzgü birilgen imtihan kağızdan ötüdü. Şuna bu sualның ahırısında xulasılısam kembag'allik ve baylık deydigan iş olmaydı Allah'ın aldıda. Bizge nispeten mağı kembag'al mağı baylık tuyuludu. Allah'ın aldıda bular nima? Fakat özünün imtihan kağızını qanday qilyotidi? Elyotidi bular faqat. Hurmatli qarindoshlar, suhbatimiz fiqr miskinlarga islomiy axloq bilan muomala qilish haqida davomlashyotdi. Yuqoridagi so'zlardan ustoz Muhammad Ali Alloh subhanahu va taoloning boyni kambag'al bilan, kambag'alni boy bilan sinaydiganligi, boy Alloh ato qilgan mol dunyodan iborat bu sinoqdan o'talish yoki o'talmasligini mumkin ekanligi, shuningdek kambag'almi fiqrlik bilan sinilib undan o'talishi yoki o'talmasligi mumkin ekanligini tushunib o'tgan bo'ldik. Umuman ilib ketgan vaqtida dunyo, mol dunyo inson uchun sinoq va imtihon degan bir xulosaga kelgan bo'ldik. Biz endi jamiyatdagi kambag'allar bilan sinildigan iqtisodli kishilar sinfi bilan bir tanishib chiqsak endi. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'on-i Karimda in tubdus sadaqati fa ni'mahi va in tukhfuha va tu'tuha al-fuqara'a fa huwa khayrul lakum deydi. Undaqda faqir miskinlarning boylar ustidagi haqlari nimalardan iborat? Endi yuqori degandek hayotda her adam bir imtihan qog'ozi var qo'lida. Boylarning imtihan qog'ozi boyligi, kambag'allarning imtihan qog'ozi kambag'alligi va boshqa har imkoniyat berilganlarning imtihan qog'ozi o'zining berilgan imkoniyati, nupuzlarining nupuzi, huquqlarining huquqi, yuz obro'yining yuz obro'yi. Shu asosda boyning iqtisodli kishilarning ahvoliga kelsak, bularning qo'lidagi iqtisod bularning imtihan qog'ozi shu. Alloh subhanahu va taolo zimindagi hamma odamni boy qilib olsa, qivitaveradi. Masalan, ayta oddiy. Yoki ayirib musulmonni ma planetda, kafirni yana bir planetda, boyni bir planetda, namuratni yana bir planetda. Bunu Allah xalqini qila oladi. Ammo Alloh subhanahu va taolo hammalarni bir zamin ustida yashaydigan qildi. Bir vaqtda cemiyetimizin o'zida boymi bor, kambag'almi bor, ojizmi bor, nima bor, kuchlikmi bor. Har birisi o'zidagi ahvoldan qana qilinadigan, imtihon qilinadigan bir holatda yaratdi. Buning o'zi nima desa, imtihoningdan joyida o'tdi. Chunki har bir o'ylanning qog'oziga savol o'xshamaydi. Boyga qo'yilgan imtihon savoli bilan kambag'alga qo'yilgan imtihon savoli o'xshamaydi. Boyning savoli nima? Sening ma boyliqing sanglan berilgan boyliq emas. Atrofingdagi kishilarning nimasi bor? Haqqi bor. Çoxum sen o'rtaqlashishing kerak. Sana berilgan imkoniyatni boshqalar bilan qana qilishing kerak, paylaşishing kerak. Endi musha kelgan vaqtda endi men takror qistirib qo'yay. Bizning suhbatimizdan hech qachon namuratlik, kambag'allik boyliqdan yaxshi degan gap chiqmaydi bu yerda mutlaq. Tabiiyki Payg'ambar alayhisalom Abi Hurayradan rivoyat qilingan bir hadisda shunday deydi: kuchli mu'min aciz mümin qarğa vaqtda Allahqa texmi nima suyimlik. Nimishqa? Chunki inson kuchli bo'lgan vaqtda buning tanlash imkoniyati ko'p bo'ladi. Yaxshi ishlar, son-sanoqsiz yaxshi ishlarni qilish imkoniyati bo'ladi. Bizning dunyoga yaratilish maqsadimiz nima? Bayatning suhbatimizning boshida o'qigan 2 oyatga ko'ra yaxshi ish qilish. Biz yaxshi ish uchun kelgan, yaxshilik bizning jannatga kiradigan badilimiz, yani biletimiz iniqliği vaqtda.
İnsan kuchli bo'lgan vaqtda o'zining shu iqtisod jihati kuchli bo'lib qolsa, iqtisodiy imkoniyati bilan nurg'un ishlarni qila oladi. Bir odamning huquqi bo'lib qolsa, amalda bo'lib qolsa, bir imzo bilan nurg'un ishlarni qila oladi, masalan. Maktablarni sala oladi iqtisod bilan. Masjidlarni sala oladi, kambag'allarning ahvolidan xabar ola oladi. Nurg'un yaxshi planlarni o'tirg'i qo'yib, ishsizlarni ishga qana qila oladi, o'rinlashtira oladi. Masala boylik, kambag'allik masalasi emas, har biridan talab qilingan ishning joyida bo'lish masalasi. No'g'anda Alloh eng suyimli bo'lgan odam, Allohning nazari imtihon o'tgan odam, boy olsun, boycha imtihonini o'tgan odam, kambag'al olsa, kambag'alcha iymoni imtihondan qana qilgan o'tgan odam. Shu asosda boylarning imtihonisi nima? Üzgü birilgen imkoniyatni qarindoshlardan qana qilish, o'rtoqlashish, imkoniyat yor baginicha atrofidagilarga yordam qilish bu boylarningki imtihonisi ve kambag'allarning haqqi ularning mol-mulkidagi. Deganimizdek Alloh uningdagi molni buningga ba'zi beraydi. Yoki hech kimga ehtiyoj olmaydigan shaklda bab-barobar qanday qilib ta'laydi, yaratib ta'laydi osonti, ammo uningga ba'di cho'qim bu yerda bir narsa bor. Maqsad qilingan narsa u olsa-mu, sambrilgan payliqdan boshqalar bilan o'rtoq qana qilgan paylashqanda bo'lardi. Yuqoridagi so'zlardan boyning, ya'ni iqtisodli kishining mol dunyosida yo'qsullarning haqqi borligi, islomning insonni faqirlik chaqilmasdan balki to'g'ri yo'l bilan iqtisodiy egalik tiklash targ'ib qildiganligi xulosalandi. Undaqda islom horliqdan kelib chiqqan yo'qsullikqa qarshi turamdi qanday? Savol nihoyat go'zal savol bo'ldi. Horliq, kambag'allik, yo'qsullik 3 xil oldu. 3 xil tufayli inson kambag'al oldu. Birisi qadar kambag'alligi. Yani inson ishlayolmaydi. Bir meyib deyli. Yoki aqli kamtuk yoki ishlash imkoniyati yo'q bir sharoitda yashashga majbur. Buni biz qadar kambag'alligi deymiz. Bu ma'zur. Buni biz ayblayolmaymiz. Ikkinchisi hajlash kambag'alligi deb tushunsak bo'ladi. Sana berilgan mol-mulkning hammani mayli yaxshi yo'llar olsun, hammani hajlatib oxirida o'zing kambag'al bo'lib qolding. Bu ikkinchi turli kambag'al, xuddi Abu Bakr radhiyallohu anhu ga o'xshash. Üçüncü xil kambag'allik, Abu Bakr radhiyallohu anhu Rasulullohning qashqa butun mol-mulklarini shu jang hozirlik uchun kelgan vaqtda oilangga nima qilib qo'yding desa, Alloh va Allohning rasulini qo'yib qo'ydim. Bu shaklda ekan. Butun bir qurush qo'ymay. Bu ikkinchisi. Uchinchisi g'ururlik kambag'allik. Ya'ni ishlash imkoniyati bor. Ammo ishlash egri kelib, voy kuniga 8 soatni ishlamdim, 10 soatni ishlamdim. Ishlayotgan yerda telefon o'ynag'ili qo'ymaydi ekan, masalan. Uni qig'ili qo'ymaydi ekan, buni qig'ili qo'ymaydi ekan, bahona sabablik ishlamay kambag'al bo'lib qolgan kishilar bor. Bu 3 xil kambag'allik bor. Buning ichidan qadar kambag'alligi buning o'zi birimiz. Bütün mol-mulklarini chiqarib etib, hajlab etib, kambag'al bo'lib qolishmi, buni islom qabul qilmaydi. Faqat Rasululloh Abu Bakr radhiyallohu anhu dillam qabul qilgan, qog'allikni emas. İnsan o'ziga berilgan imkoniyatning hammani hajlab o'tishga majbur emas. Chunki u mol-mulkda avvalan o'zining ve o'zining atrofidagi bolalarining, oilasininki ve o'z mas'uliyat doirasidagi kishilarning haqqi bor. Shu vaqtda Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu shu vaqtdagi ehtiyojga ko'ra Rasulullohning chaqirishiga ovoz qo'shib, barliq mol-mulkni hammasini o'tirib to'kkan. Masalan, boshqa sahobalar, boshqa xalifalar masalan, ba'zi nisbiy uy qo'yib ochiq qilib yana Umar radhiyallohu anhu'ningki bu vaqtda fidokorlik ko'rsatganligini madhiya qilgan bir ahvollar bor. Ammo shundaqdimi bu ishninki faqat lakim Umar Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan ham cheklanganligini. Rasulullohning so'rgan bir savoliga diqqatimizni tortdi. Xo'sh. Baloga qangan nima qo'yib qo'ydim? Ha. Bu savolning o'zi islom hammani hajlatishni, hatto Alloh yo'lida bo'lsa. Alloh yo'lida bo'lsa hatto jihad yo'lg'ima bütün hajlatishni xohlamaydi. İslam uni tashabbus qilmaydi. Rasulullohning ballariga nima qo'yib qo'yding degan ifodasi shuni ifodalaydi. Ammo Abu Bakr radhiyallohu anhuning islomda
alayda bir ornu var. Her işte Resulullah bilen Mekke'den Medine'ye hicret kılış yolu da olsun. Resulullah'a tuncu olup iman eğitiş meselesi de olsun. Ve ondan keyinki hatta Resulullah dost tutuş doğru kep kalsa Ebu Bekir'in tutattım diye yerleri de olsun. Özü kesel vakitte özünün ornuğa Ebu Bekir'in çıkırış meseleleri de olsun. Resulullah dünyadan ketkendiğin ki Resulullah'ın halifesi oluş meselesi de olsun. Resulullah Ebu Bekir radıyallahu anh'ın ki bir Allah'ıyla ornu var. Bu yüzünden başkalardan kabul kılmagan bazı ahvallarını Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kabul kılgan. Şu başka bir yerdeki bütün mal mülkünü serap kıvıtışını mı şu noktadan kabul kılgan buluşu mümkün. Ama İslam onu hiç kim başkalarına teşebbüs kılmaydı. Ama üçüncüsü hurulluğu tam bizdeki bulapmı şu bizning millet İslam dünyasındaki umumlaşkan bir kesel. Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Teala bir buyruk şekilde bir ayette ve enfiqu fi sabilillahi ve la tulqu bi aydikum ila tahluka. Sizlar Allah yolda çıkım kılanglar, pul harclanglar, ama üzanglarni nimege taşlab etmanglar? Halaketke taşlab etmang. Mişedeki halaketke taşlab etish ikki xil hukumni o'z ichiga olsa kerak. Birisi inson hajlashga tegishlik o'rinda hajlamay, sarf qilishga tegishlik o'rinda sarf qilmay, jamiyatning ehtiyoji, musulmonlarning ehtiyojini qondirmay balkim tugashishi mumkin, halokatga tushishi mumkin. Yana birisi hajlash normal olmay, haddan eshib butun mol mulkini hajlutib qilib andakin inson halokatga tushib ketishi mumkin. Oyatdan ikki xil mazmun chiqish ehtimoli bor. Shu nuqtadan biz bu yerda xulosalasak mazmunni bizning rad qildig'imiz qaysi? O'rinliq tin kelib chiqqan kambag'allik. Buni aslo va aslo islom qabul qilmaydi. Hatto bir odam tirishidi, ammo kambag'al. Kambag'al o boshqa. O boshqa. Ama tirishmasdan, ishlamasdan, ishlayoladigan holati turib ishlamasdan kambag'al bo'lib qoldi. Uni islom rad qiladi. Hatto sadaqat deymiz, zakat masalalariga kelgan vaqtda zakatning birildigan o'rinlaridan birisi miskin bilan kambag'al. Agar miskin bilan kambag'al ishlayoladigan holati turib, ishlaydigan imkoniyati turib, ishlasa o'zi normal qamdiyoladigan holati tursa, uni qana qilmaydi, berilmaydi. Cho'qim jamiyatdagi eng imkoniyati yo'q. İqtisadi imkoniyati yo'q ama iqtisadi imkoniyatdan ortiq ishlash imkoniyati bo'lmagan kishilar an u yerdagi kambag'al, miskindan maqsad qilinadi. Ba'zi bir inchki tashvishlar qarg'a vaqtda shu gapimdan oyoqqa qolib qolgan boya. Taraqqiy qilayotgan davlatlarda bunda bir odam ishladi desa, buning shu uzluksiz ishlayotgan vaqtini hisoblab bular. Demamay. İnsanın muqim ishlayotgan holatini hisoblab taraqqiy qilgan davlatlardagi kishining ishlash soati bir kunda 6 soatga to'g'ri kelibdi. Ama ba'zi qaloq taraqqiy qilmagan iqtisodiy ojiz davlatlardagi kishining ishlash minut deb iqtimdan chiqib qoldi. 17 minutga to'g'ri kelgan ahvollar bor ekan. Yani bir kunda 8 soat ishlaydigan inson, shu 8 soat ishladiki izchil ishlaydigan vaqti 17 minutga. Endi mishaydilam ko'rsak, bu dunyoda bir qonuniyat bor. Bu qonuniyat kofirga mushbat ishlaydi, musulmonga mushbat ishlaydi. U o'simi ishlasang irissa. Laysa lil insani illa ma sa'a. İnsan hurullik qilib hech nimaga erishamaydi. Shunga biz o'zimizni taraqqiy qildiramiz desa, inson ishlash kerak. Bir o'ylasa odamning ichi ochiq qoladi. Oyada 6 soat ishlaydi kunligiga deyli. Bizda şu 17 minut 20 saatga to'g'ri keldi ekanamda. Yani izchil ishlagan vaqt, qolgan vaqtlarda choy ichdi, qopdi, o'ldi, telefon qaradi, uni qil. Endi bir millat 6 soat ishlasa, yana bir millat 20 soatga bo'lmasa uning ishligini qanday millat millatdan Alloh tushdi. Qanday o'zining ahvolini o'xshaydi. Shu ummat bu nuqtada, millat bu nuqtada diqqat qilish kerak. Yani kambag'allik deplam İslam baylarning mol mulkida kambag'allarning haqqini bekitdi degan gapga tayinib oliblam ishlamaslik va o'zini kambag'al ko'rsatib bu holatga kirish bayatni o'qigan bir asardiga o'xshash. Qanday bir odam boyning qishig'i kelib o'zining kambag'alligini, bechorligini ko'rsatsa, 3 dan 2 dini ketdi degan bir asarni o'qidik ya, balkim shu yerga borib qilishimiz mumkin. Yuqoridagi
va anfiqu fi sabilillahi va la tulqu bi aydikum ila tahluka va ahsinu innalloha yuhibbul muhsinin degan bu oyatga va anfiqu fi sabilillah, ya'ni bu iqtisod egasi bo'lgan kishilardan Alloh ato qilgan mol dunyoninki belgilangan, shariatda belgilangan bir qismini faqir miskinlarga sarf qilishini ko'rsatdi. Bu vaqtda biz muhojiratda yashayotgan qarindoshlarimizga bir ikki og'iz 30 sekund atrofida so'z qilib o'tgan bo'lsak. Endi biz ko'rdik, his qildik. Bir millat xor bo'lsa, buning beyimi xor bo'ladi, kambag'alimi xor bo'ladi, er ayol hammasi xor bo'ladi. Bir millat zavalliq yuzlansa, shu millatga oid hammadan zavalliq yuzlanadi. Bir millat utuq qozonsa, hammasi utuq qozonadi. Endi bizning iqtisodiy akishlarimiz yo'q emas bu. Hali obdan iqtisodni şu muhacirat yaşayotgan kişilerimiz var. Men endi bu haqda ortiq gap qilgim yo'q, ammo bir ümidim iqtisodlik kishilarimiz iqtisodidan foydalanib bizning muhojiratdagi millatga bir chiqish yo'li tepish kerak. Iqtisodiy jihatda. Allah subhanahu va taolo bir millatning iqtisodini ashunga o'xshash bir necha odamning quliga bika-bika yig'ib qo'ymaydi. Şula iqtisodni mushaga achqanlig'anga o'xshash boshqa kishilarga mu achqishni nisb qilsa qildi Allah subhanahu va taolo. Ammo necha 10 kishiga, balkim necha 100 kishiga iqtisodni achqishga nisb qildi, iqtisodlik qildi, qolganlarni iqtisossiz qildi. Bu yerda jiddiy bir shaklda imtihon maydoni o'rtamda va iqtisodchilarga. Men pulni birishni tashabbus qilmayman ko'pincha. Shaxsan mening tashabbusim iqtisodlik kishilarningki iqtisod kishilarga pul berishni tashabbus qilmayman. Mening tashabbusim nima desa, mushu iqtisodlik kishilar o'zining qanchalik foyda olishini qayrib qolib turib, millatning manfaati uchun ba'zi iqtisodiy planlarni tuzish kerak. Ba'zi zavod korxonalarni qurish kerak. Savdo turlarini echish kerak. İşlep çıkış liniyalarini qurish kerak. Va bu yerga bizning millatdan kishilarni ishiltish kerak. Aşa şekilde birisi ishlab chiqarishga to'hfa qo'shgan bo'ladi. Kishilarimizning saviyasi oshadi va bu yerda o'zimi shu planni o'tirib qo'yganlarmi, balkim katta foydalarni olishi mumkin va boshqa ixtisossiz kishilarmi, iqtisodi yo'q, kambag'al kishilarmi shu orqali bizning hayotini normal kechiradigan bir holat shakllanishi mumkin. Mening tavsiyalarim bu yani. Allah razı olsun. Hürmetli görmän qındaşlar. Şunun bilen bizning huquq va majburiyatlarning suhbatimizning 15. bölümü bu yerda oxirlashidi. Bu munosabat bilan ustoz Muhammad Aliga chin qalbimdan rahmat aytaman. Alloh subhanahu va taolo dunyo va oxirat yaxshilik ato qilsin va bu suhbatimizni ko'rgan, ko'rayotgan va paylaşgan boshqa masalan Facebook va YouTube'lar orqali taratgan qarindoshligimiz Janob Alloh subhanahu va taolo dunyo va oxirat yaxshilik ato qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ko'rishguncha omon bo'linglar. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون